qanday holatlarda tomchilash o'rnatgan fermerlar subsidiyadan quruq qolishi mumkin? Endi nima qilish kerak? Yechimi bor buni. Qanday holatlarda fermerlar qamalib ketishi mumkin? Bugun ijtimoiy tarmoqlarda bir nechta xabarlar chiqdi. Shu tomchilash o'rnatgani, lekin shu konturiga subsidiya chiqmayapti degan shu xabarlar chiqdi. To'g'risi bizga ham bunaqa xabarlar ko'p keladi va qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qilamiz bu fermerlarga. Endi vaziyat qanday? O'sha razmisheniya qilayotgan paytda asosiy muammo shu yerda. Razmisheniya qilayotgan paytda razmisheniya fermerlar o'zlari kiritmaydilar. Ko'proq o'sha hisobchilarga topshiriq berishadi buni. Lekin hisobchilar buni tushunmaganligi uchun xohlagan konturiga o'sha misol uchun paxtani joylashtirib qo'yadi va undan keyin fermer uni e'tibor bermaydi. Demak, tomchilash o'rnatgandan keyin subsidiyaga ariza beradi va subsidiya chiqmaydi. Chunki u konturda g'alla ekilgan bo'ladi, yoki sabzavot ekilgan bo'ladi. Ariza bo'lsa, paxta ekiniga qo'yilgan tomchilash uchun subsidiya bering deb ariza beriladi. Shu vaqtda shu kosmosda monitoring qilinadi, yoki bo'lmasa o'sha komissiya chiqib o'rganganda u o'sha maydonda tomchilash bo'lmagani uchun, demak, yolg'on arizada hisoblab turib, subsidiya rad qilinishiga olib keladi. Shuningdek, razmisheniyani to'g'ri qilish nimaga kerak? Tomchilashdan tashqari boshqa subsidiya ham chiqmay qoladi. Birinchi o'rinda shu agar imtiyozli kredit oladigan bo'lsa, imtiyozli kredit to'xtab qoladi, ya'ni monitoringga chiqadi va o'sha konturda paxtani o'rniga g'alla ekilgan bo'lsa yoki g'allani o'rniga paxta ekilgan bo'lsa, kredit to'xtaydi. Elektr energiyasini subsidiyasi ham xuddi shunaqa. Agar demak, noto'g'ri kirgizilgan bo'lsa, sabzavot ekib qo'yilgan bo'lsa yoki bo'lmasa o'sha unni almashib qo'ygan bo'lsa, to'lab qo'ygan subsidiyani ham qaytarib oladi ertaga. Va uchinchisi, sug'urta hodisasi ro'y bersa, misol uchun shartnomangiz bor, sug'urta pulini to'lab qo'ygansiz, lekin konturda boshqa narsa turibdi. Unda ham sizga talabnoma keladi, sug'urtani pulini qaytarib bering degan. Shuning uchun har xil bosimlarga uchmasdan kim hokimiyat bosim qiladimi, boshqa prokuratura bosim qiladimi, razmisheniyani o'sha ekin joylashtirib o'zingiz kiriting, tepasida turib, agar kirgiza olmasangiz, buxgalter tepasida turib, aynan o'sha qaysi konturlarda o'sha nima ekin ekishingizni kiritib o'ting. Shuningdek, 10% maydonda ham erkin ekiladigan shu maydonni ham o'zingiz kirgizib qo'ying. U bo'yicha alohida video qilamiz. Keyingi videoni albatta ko'ring. Endi nima qilish kerak? Yechimi bor buni. Yechimi qanday? Ozgina hovliqmaslik kerak. 2-3 oydan keyin qaytadan ariza berish kerak. Ya'ni o'sha tomchilash qo'ygan maydonga o'zlari fermerlar razmisheniyani kiritish kerak. Shu yerda ana paxta ekaman deb turib, razmisheniya boshlandi. O'sha yerda birovni gapiga kirmasdan, bosimga uchramasdan o'sha tomchilash qilgan maydonlariga to'liq demak, maydonga subsidiyaga ariza beraverish kerak. O'sha paxta ekadigan maydonlarni belgilab olib va albatta keyingi yil o'sha paxtani o'sha maydonga ekish kerak. Chunki bu subsidiyani ham agar bergan taqdirda ham ertaga qaytarib olish mumkin. Nimagaki, agar ariza berasiz va ertaga sizga subsidiya beriladi, o'sha maydonga yana paxta ekilmay qoladigan bo'lsa, demak, o'sha kosmosdan monitoring qiladi va subsidiyani qaytarishga talabnoma yuboradi. U prokuratura orqali baribir qaytarib oladi. Shu narsalardan ehtiyot bo'linglar. Keyingi videolarimizni ham kuzatib borishni tavsiya qilaman. Qanday holatlarda fermerlar qamalib ketishi mumkin? Bu bo'yicha bir nechta videolar qilamiz va albatta siz ham agar shunday holatlarga guvoh bo'lgan bo'lsangiz, izohlagan bo'lsa Telegram shu guruhimiz kanallariga kirib shu holatlarni yozib qo'ying yoki direktdan yozsangiz Instagramda ko'rishingiz mumkin. O'sha yozganda shu masalalarni biz albatta ko'tarib chiqamiz va sizni yana qanday muammolar qiynayapti, buni albatta izohlarga yozib qo'ying. Qo'ldan kelgancha yoritib berishga va yechimini topishga harakat qilamiz.